Selamünaleyküm aziz yurttaşlar. Mana bugunimiz Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi ve sellemni Al-Nabaviy masjidlaridan ozgina kichkinaginacha video qilib sizlarga bir e'tiboringlarga va taqdim etish niyatlarimiz bor edi. Kuzatib turasizlar, o'zinglarni izohinglarda kommentariyada izohlaringlarni yozib qoldirasizlar degan umiddamiz. Mana Zamzam suvlari. ما في مشكلة عادي، ما في مشكلة. Mana aziz yurtdoshlar, mana 310 darvozadan kirasizlar. Mana shu joyda Zamzam suvi bor. 310 darvozadan kirganinglarda. Mana aziz yurtdoshlar, 309 darvozadan kirsanglar, faqat ayollarga bu yerdan kirib Zamzam suvi olib ichish mumkin. Ayollar kiradi. Bu yerda erkaklarni qo'ymaydi. Bunaqa kirib ketib qoladi bitta yarimta. Uni ham chiqaradi. Hozir qarab turinglar, mana chiqardi mana. To'lqa ayollar bu yerda.